Millet Türk'ün. Cenazeleriyle ameliyat olsun. Hocaları basın almışsın. Mekke-i Medine'de cennetlerde gülüp oynaşın nasip olsun. Ekranlı yerlerden ekranların dergahıyla kabul kılıp malı dünyasını günden ziyade kılsın. Kendilerinin canlarını saklasın. Allah'a emanet. ashabihi ecmaîn. Amma ba'd, assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Avvalo Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin va butun olamlarga rahmat qilib jo'natilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud tahiyotlar bo'lsin. Alloh taolo hammamizni bu Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni, qilayotgan yaxshi amallarimizni, ihsonlarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilgan bo'lsin. Birodarlar, bu Ramazon oyida qilinayotgan har bir amalda Alloh taolo qolgan oylardan ko'ra ajr mukofotlarini, savoblarini ziyoda qilib beradi. Biz bu fursatdan foydalangan holatda bu ihson qilishlik, Ramazon oyida sadaqa qilishlikni fazilatlarini ozgina qisqacha aytamizki, Alloh taolo Qur'oni Karimda siz u bizlarga marhamat qilib aytadiki, astag'firullah, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Ihsonning mukofoti ihsondir deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda aytadilarki, as-sadaqatu raddul bala. Insonni qilgan sadaqasi balolarni qaytaradi deydi. Boshqa bir hadis sharifda Rasululloh aytadilarki, davu mardokum bi sadaqatikum. Sizlar bemorlaringlarni sadaqalaringlar bilan, ihsoninglar bilan davolanglar deydi. Va ayni Alloh taolo hadis qudusida aytadiki, anfiq ya ibni adam, unfiqu alayka. Ey ibni odam, sen ihson qilgin, sadaqa qilgin, men senga beraman deydi. Ya'ni uni o'rnini to'lg'izib qo'yaman deydi. Hadiya fondi, Chekovat hadiya fondini uyushtirildi. Bu qilinayotgan, bu boshlayotgan yaxshi amalimiz shu hadislarga binoan, shu hadislar, oyatlarda va'da qilingan ajr mukofotlarga erishaylik deb shu maqsadda bu Chekovat hadiya fondini uyushtirildi. Birodarlar, har bir kishi Alloh taolo berayotgan bu mol dunyo ne'matni o'rniga sarflaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'rnini ziyoda qilib to'lg'izib qo'yadi. Shuning uchun biz oz bo'lsa ham, ya'ni ko'p bo'lsin, oz bo'lsin, o'zimizni hissamizni qo'shib hadiya fondi, Chekovat hadiya fondiga ihson qiladigan bo'lsak, biz bu sizlardan berilayotgan yordamni, ihsonlarni, sadaqalarni bu Chekovatdagi muhtojlarga, uy yo'qlarga yoki kam ta'minlangan oilalarga biz buni shu sizlarni nominglardan yetkazishlikka inshaalloh baholi qudrat harakat qilamiz. Shuni maqsad qildikki, biz yaxshilikka sababchi bo'lib qolaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis shariflari bor. Addalu alal khayri kafa'ilihi. Yaxshilikka da'vat qilgan odam, yaxshilikka sabab bo'lgan odam yaxshilikni qilgan kabi bo'ladi deydi. Biz ham shu yaxshilikni maqsadida, shu hadisga binoan maqsad hadisga muvofiq bu ishni boshladik, birodarlar. Hammalarni mana bu hadiya fondiga, Chekovat hadiya fondiga oz bo'lsa ham hisslarni qo'shishlikni so'rab qolamiz. Alloh taolo hammamizni bu boshlayotgan yaxshi amalimizni, o'qilayotgan yaxshi ihson sadaqalarimizni Alloh taolo ajr mukofotlarini ziyoda qilib bersin. O'qilayotgan ihsonlarimizni Alloh taolo qiyomat kunida o'zlarimizga soyabon qilsin. Duo qilaylik. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma awsilna ila jami'i maqasidina va taqabbal tawbatana va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allohim hammamizni ya Robbi bu dunyoda o'zing rozi bo'ladigan amallarni qilib, o'zing rozi bo'ladigan amallar bilan o'tishlikda Alloh taolo hammamizga tavfiq bergin. Bu qilayotgan ihsonlarimizni oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, Alloh taolo buni o'rnilarini ziyoda qilib qo'ysin ya Robbi Alloh. Bu ihson qilayotgan akalarimizni, bu ihson qilayotgan birodarlarimizni Alloh taolo ihsonlarni dargohida qabul qilgin ya Robbi. Qiyomat kunida o'zlariga soyabon qilgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ecmaîn bi rahmetika ya erhamer. Assalomu alaykum va rahmatullohi. خيرات حسان وتبدل ايام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل يلا حساها في الجنان تنعم بخيرات الحسان. Allah'ın dergahıyla kabul kılsın.
Mirzo Komilda ota-onasini, hamma qarindoshini Xudo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Obodxonda ham umriga rizqiga foyda bor ekan, bola chaqa nevara-chevaralarga ko'p foyda duogo'y bo'linglar. تنعم بخيرات حسان وتبدل ايام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر Amin. Amin. Allohu akbar. Shekovat hadiya fondi ehson qilganlarda ehsonni tarqatib yuribmiz. Alloh amin. Ehsonlarning dargohida qabul qilsin, mol mulkini bundan ham ziyoda qilsin. Nevarangizdan katta qiz bo'lib, elga yurtga xizmat qiladigan, farzandlarning rohatini ko'radigan qiz bo'lsin. Ehson qilguvchilarni ham mol dunyosini serob qilsin, tanlarini, jonlarini saqlasin, doim xursandchilikda yuradigan bo'lsin. Allohu akbar. Kim bor? Bormi? Chaq. Ayyuhal hadi salaman ma'al Qur'an wa al-badru alayna min thaniyatil wada wajaba ash-shukru alayna mada lillahi da أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى علينا مدى لله داع
مرحبا يا خير دار. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر Xudo rahmatiga olmasin. Sizni tanajoningiz sog' bo'lsin. O'g'il qizlarni rohatini ko'ring, dog'ini ko'rmang. Ehson kuyuvchilarni ehsonlarni dargohida qabul qilib, bunaqa ro'zadan ko'p kutish yaxshiligim bo'lsin. Mol dunyosini bundan ham seroq qilsin. وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها Amin. Xudo o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarning umriga rizqiga foyda baraka kelsin, tanlarini, jonlarini sog' qilsin. Ehson qilganlardan ehsonlarni dargohida qabul qilib, mol dunyosini bundan ham ziyoda qilsin. Tanlarini, jonlarini sog' qilib, o'g'il qizlarning rohatini ko'rsin, dog'ini ko'rmasin. Bunaqa ro'zadan ko'p kutib, ko'p ehsonlar qilish hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. أيها المبعوث فينا. Hammasini tanishlarni sog' bo'lsin. Allohim nima niyati bo'lsa, biladilar tilida bersin. Sabab qilganlarga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringdan. Amin. Ehson qiluvchilarni ehsonlarni dargohida qabul qilsin, mol dunyosini bundan ham ziyoda qilsin, tanlarini, jonlarini sog' qilib, o'g'il qizlarning rohatini ko'rsin, dog'ini ko'rmasin. Allohu akbar. Rahmat sizlarga. Xo'p. Qizlaringiz qoriya, qizlar bo'lsin, o'g'illaringiz qoriya bo'lsin. Makka Madinalarda ezon chaqiradigan qoriylardan bo'lsin. Allohim ehsonlaringni umid albatta qilib. Minat qabul qildim Alloh Parvardigor Allohim Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan. Allohim bunaqa martabalarni ko'tarib, bunaqa ehsonlarni ko'p qilib. Allohu akbar. Rahmat Alloh. القلب يمي لك مشى بالعطف والطيب انتشى. في حضنها عمري نشا ومن حبها قلبي. أمي حياتي وجاه. Yana bersin sizlarga. Meni de yolunu sizlarga bersin. Inşallah işleriniz bersin. Xudoim baraka bergan sizlarga ham bersin. Yosh kunlardan so'ng yo'llarimizni ota-onalarning hammasini joni sog' bo'lsin. Yuzga kelsin, menga kelsin sizlarga. Yuragim yuzga keladi Alloh. Xudoim yana baraka bersin. Jonlaring sog' bo'lsin. Hammalar qo'shaqarli xo'jayinlarni, qo'shaqarli havasini bersin. Insonlarni bersin. Sizlarga, bolalarga bosh bo'lsin. Xudoim yana bersin sizlarga. Bolalar sog' bo'lsin. Xudoim yana bersin. Qo'shaqarlilar Shakoat bo'lsin. Xaniyafonda bir iftor qilishib, bir bizni haqqimizga duo qiladi deb ehson qilgan aka-ukalar bor. Alloh Alloh taolo ashlarni ham ehsonlarni dargohida qabul qilsin, tanlarini, jonlarini sog' qilsin, sog' salomat yangi ro'zaga yetib, bunaqa iftorlardan ko'p qilib berishni nasib qilsin. Allohu akbar. يا روح عمري يا الودود. يا أغلى من كل الحشود.
المدح فيه حقق قليل، المدح فيه حقق قليل. كل فداء انتي ملاك Şekoat hadiye fonda seni bir iftar qilib bizga duo qilarmikin, nechta odam ehsonlar qilgan. Ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Moli dunyosini bundan ham ziyoda qilsin. Avvalambor tanlarini, jonlarini sog' qilsin, o'g'il qizlarni rohatini ko'rsin. Bunaqa ro'zadan ko'p kutib, ko'p ehson qilishimizga nasib qilsin hammamizga. Allohu akbar. يا دمع أحرقت العيون، أمي علي ما تهون، لكن إذا حل المنون بيوقف قال الوقيل. يا نسم اللي بعدها، يا ناس من ويردها، تكفون يقولوا وينها، عذبت قلبي بالرحيل. يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان، وتبدل ايام الزمان بالعيش والدار الجميل. يلا عساها في الجنان. Amin. Barakasini bersin Nurayga. Allohu akbar. Ehson qilganlardan umriga, rizqiga fayz baraka bersin, tanlarini, jonlarini saqsin. Birni bergan bo'lsa, o'g'lini bersin, o'g'lini bergan bo'lsa, hisobiy o'g'lini bersin. Allohu akbar. Allah. Amin. Bolali bo'lsin, chaqali bo'lsin. Sanjolar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, ilohim, umringlar uzun bo'lsin. Amin. Alloh. Bu boshlagan ishimizni Alloh taolo o'zi davom qilsin, qilayotgan ihsoniylarni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Bu ishlarimizni qaytib yuzimizga urishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.